Bizdan shu qancha bo'ldi aka? Ha, yo'q aka, blogerlarning hurmati bor, pulingiz kerak yo'q, pulni olmang. Hop. Yo'q, Kelib turing aka, ijodni bosing. Rahmat aka. Do'stim, xudo beraman desa hech gapmas ekan. Qarang omadingni. Harakat qilyapmiz sizga. Gap yo'q. Shuni mana sotdilarmi? Yo'q, bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Qancha bo'ldi, brat? Yo'q, aka, siz vaynlaringizni ko'rib maza qilamiz. Sizdan pul olsam endi uyat bo'lar, aka. Addishi rahmat aka. Do'sti, onang nima deb duo qiladi? Meni ham duo qilsin. Men pul bermayman shunda. Yo'q, bo'ldi. Gap yo'q, faizingni bersin. Rahmat aka. Mayli, Ha? rahmat. Jo'ra sifatli shirinliklardan oldim. Sen reklama qilasan, hozir bu trenddada. Jigar buni besahri ham bor. Sahri borlar ham bemalol yesa bo'ladi. Yo'q. Aka qancha ekan bu? Sizlarga tekin aka. Akam hurmatlari bor, videolarni maza qilib ko'ramiz. Rahmat aka. Do'stim, videolarni yorib yuborasan, inshaalloh bu paxta emas. Lekin ideya qayerdan keladi, Jo'ra? Yotib qilaman. Yasha, Jo'ra, yasha. Aka, kiyimimiz qancha bo'ldi? Aka, sizlarda 2 milliondan 4 million so'm. Pul olasizmi? Ha, olaman. Bu bloger-ku, mashhur bloger bu. Qani, ochkini iching. Ha, mana. Ha, bir ikkita bachkana videolarini ko'rganman. Fayl 20 ming so'm o'tib beraman aka. Mana bir kishiga olib qoling aka, o'zimga. O'zingga to'layapsanmi? Yo'q, bachkana. Sen normal ijod qilsang o'lasanmi? Tushunmadim men senga. Boy zo'r olasan, onangdan qanaqa duo olasan deb o'tiruvding-ku? Ha, tekinga yuruvdim-da yoningga shunday deb maqtab. Sanda qalani bor-ku. Nima olyapsan sen o'zi? Ijod qanday bo'lyapti? Kelmayaptimi ideya? Normal kontent olyapman. To'g'ri, normalisini qil. Hamma 5 qo'l barobar emas. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Jo'ra nima? Hammaga yo'q. Hammaga yo'q. Yoqsang hammaga yo'q. Sifat shirinliklar sehri. Mo'jizaviy shirinliklar. Sifat. Ramazon aytib keldik eshigingizga. Qo'chqorday o'g'il bersin beshigingizga. Chiqara qoling 5000 so'm pul. Ma, Musanga. Rahmat amaki. Yo'q. Pul berdi. Ha, pul berdi. Nonam berdi. Qarashda kakirasi. Biz ham bir so'raylik, araq bermasmikan? Aytamizmi? Bilmayman endi. Ko'raylik. Ramazon aytib keldik eshigingizga. Qo'chqorday o'g'il bersin beshigingizga. Chiqara qoling 5000 pul. Oo, sifat shirinligi trendda-ku amaki. Rahmat. Ketdik. Ya уже переборы, qara. Sifat shirinligidan beryapti. Yur so'raylik biz ham. Bilasanmi sen? Chotki aytaman, chotki. Aka. Ramazon aytib keldi. Alkash. Bor yo'qmi? Bermadi. Bermaydi bizga. Nimaga? Alkashga kim beradi? Kim beradi? Sifat. Mo'jizaviy shirinliklar.